Tak, kadr qanaqa chiqyapti? Hammasi yaxshi bo'lmasa men boshladim. O'rtoqlar, hammaga salom. Do'stim, bu videoni qo'yib adashmadingiz. Bu video siz uchun albatta foydali va manfaatli bo'lishiga umid qilaman. Agar bunga o'z ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, videoni prosta oxirigacha ko'rib oling va hozirdan bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Nimaga? Chunki kanalda 7 oydan beri video bo'lmabdi. 7 oy video qo'ymayapman. Bu vaqt men uchun juda ham tez o'tib ketdi. O'zimning shaxsiy hayotim, o'zim ishlarim bilan bo'lib, video qilishga ham umuman vaqtim bo'lmadi va bugun mana shu vaqt topishga va sizlar uchun alohida va foydali bo'lgan video qilishga qaror qabul qildim. Xo'p, bo'lmasa men hozir bir joyga ketyapman, yo'ldaman. Manzilimga yetib olganimdan so'ng asosiy temaga o'tamiz. Bugungi temamiz asosiy mavzusi bu sliv qilish. Sliv qayerdan keladi? Buni sabablari va omillari nima va sliv qilmaslik uchun nima qilish kerak? Mana shu temaga bag'ishlangan video bo'ladi. Lekin ishonavering, xotirjam bo'lavering. Yosh bola ham gapirish mumkin bo'lgan gaplar haqida gapirib o'tirmayman. Ya'ni risk menejmentga amal qil, stop loss qo'y yoki bir kunda bir marta savdo qil. Yo'q. Bunaqa banalniy narsalar emas. O'zimning nuqtai nazarimdan kelib chiqqan va tajribamdan va shu bozorda men bosib o'tgan yo'ldan kelib chiqqan holatda men o'zimning fikrlarim bilan sizlar bilan bo'lishaman bugun. Shunday ekan o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'rishda davom eting. Men bo'lsa manzilimga qarab ketdim yana. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie like. Men manzilimga yetib keldim. Endi bo'lsa gapirishni xohlagan va men muhokama qilishni istagan temalar bor. Shularni birin-ketin gapirishni boshlayman. Eng yaxshi, eng chiroyli manzara emas, lekin bo'ladi, chidasa bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa videoda avval boshdan shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu videoda meni yozishdan maqsad o'zimning auditoriyamga eng yaxshi va eng foydali ma'lumotlarni berish, eng to'g'ri yondashuv, eng to'g'ri mana bu kartinani ochib berish. To'shto, meni obunachilarim yoki meni kuzatib yuradigan meni auditoriyam o'zlari qiynalib topayotgan pullarni qanaqadir noto'g'ri xom xayollar yoki hozirda tarqalayotgan ommaviy axborot vositalari, TikTok, Instagram shularda ko'rib pulni prosta nimalardir o'ylab havoga sovurib yuborishlarini xohlamayman. Endi bo'lsa videoda asosiy temasi o'zi nima edi? Sliv qilish, sliv qayerdan keladi, buni sabablari nima, omillari nima va sliv qilmaslik uchun nima qilish kerak? Mana shu temani hozir gapirishni boshlayman. Sliv qayerdan keladi? Buni asosiy omillari nima? Buni ko'p qismlarini hammamiz ham yaxshi bilamiz. Ya'ni stop losssiz ishlash, katta risk qilish yoki bo'lmasa savdoni vaqtida to'xtatmaslik. Buni o'sha hamma biladi. Bu o'sha hammaga banalniy, tushunarli narsa. Bu narsalar hammasi to'g'ri, lekin boshqa bir gap bor-da, bu yerda boshqa bir muammo bor. Bu muammo nima deydigan bo'lsanglar, hammamiz deyarli 90-97% balansimizda kapitalimiz juda ham kichkina, tushunyapsizlarmi? Ko'pchilikda $100, $500 nari borsa $1000 yoki bir $5000 summasi bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa balans bilan doimiy long term degan narsa bor ingliz tilida, uzoq muddatli ravishda muntazam profitable, ya'ni daromadli trader bo'lish mumkinmi degan savol bor. Bu yerda juda ham katta so'roq turibdi. Men shaxsan o'zimning nuqtai nazarimdan kelib chiqib aytaman, yo'q, mumkin emas. Tak, orqamizdan odamlar chiqib qolyapti, menga xalaqit berishi mumkin. Nima deyotgandim? Xullas, $1000 yoki $2000 balansga olaylik, bir oyda qilinadigan 2% yoki 1% daromad. Bu qancha bo'lishi mumkin? Mayli, 10%, 15% daromad qildingiz $1000 balansga bir oyda. Bir oyda adashmasam 22 kun savdo kuni bo'ladi. 22 kun davomida bir oyda siz $100 yoki $150 pul topdingiz. Lekin tasavvur qiling, bu pul hozir kimga yetyapti? Menimcha bu kommunalkadan ham oshmasa kerak. Vaqti kelib qolsa, produktda-yu boshqa yashashu bir odam o'zi uchun komfortni yashaydigan vobshe summaga bu to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Tushunyapsizlarmi men nima demoqchiman? Bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsa, agar depozit, kapital kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerdagi qolgan barcha sehrli ingrediyentlar sizda mavjud bo'lgan taqdirda ham, ya'ni yaxshi strategiya, sistema, risk menejment yoki odam o'zini bosib olgan, nafsini boshqaradigan odam bo'lgan taqdirda ham, agar depozitda kapital kichkina bo'ladigan bo'lsa, summa kichkina bo'ladigan bo'lsa, odam baribir oxiri bu narsani sliv qilib qo'yish ehtimoli juda ham katta va yuqori ehtimol bilan shunaqa bo'ladi. Endi bo'lsa bunaqa variant ko'ramiz. Agar siz balansingizda kapital
kapitalingiz, depozitingiz 100 ming dollar bo'lsa, bu qanaqa bo'ladi? Endi bu variant ko'rib chiqamiz. Qarang, e'tibor qiling. Agar sizni balansingizda depozitingiz 100 ming dollar bo'ladigan bo'lsa va siz 2% daromad qiladigan bo'lsangiz, bu qancha bo'ladi bilasizmi bir oyda? Siz 2% daromad qilganingizda ham, 2% ga depozit yuqorilangan bo'lgan taqdirda ham sizni daromadingiz 2000 dollar bo'ladi, adashmasam-da. 2% menimcha 100 ming dollardagi 2000 dollar bo'lishi kerak. 10% 10 ming dollar bo'lsa, 2% 2000 dollar bo'ladi. Endi 2000 dollar daromad bu nima degani? Bu 2000 dollar daromad bir normal odam uchun bemalol bir oydagi barcha chiqimlarni yopadigan va o'zini komfortni yashashi uchun pul qoladigan daromad deb o'ylayman. Bu birinchi holat edi. Endi ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Agar balansda kapital 500 ming dollar bo'lsa, bu endi qanaqa bo'ladi? 500 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, 1% daromad, adashmasam bu 5 ming dollar, 2% daromad bu už 10 ming dollar degani o'rtoqlar, tushunyapsizlarmi? Agar kapitalda, balansda 500 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, siz даже bir oyda 1% daromad qilgan taqdiringizda ham sizni bir oylik daromadingiz 5 ming dollar bo'ladi, tushunyapsizlarmi? O'ylashimcha O'zbekiston sharoitiga va nafaqat O'zbekiston sharoitiga, butun dunyo bo'ylab ham bir oyda 5 ming dollar daromad bu juda ham normal narsa degani. Bir normal odam bemalol baxtli yashashga imkon bera oladigan daromad degan deb o'ylayman. Endi bo'lsa bir fikr yuritib ko'ring. Agar balansimizda shunaqa katta summali depozitlar bo'ladigan bo'lsa, kichkina foizlardan ham katta daromad oladigan bo'lsak, biz shunda savdoyimiz qanaqa bo'lgan bo'lardi? Agar balans shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz riskka amal qilishimiz yoki o'zimizni boshqarishimiz yoki nafsimizni boshqarishimiz yoki vaqtida to'xtashimiz, umuman olib aytganda mana bu sistemaga amal qilish o'ta oson, o'ta ham easy bo'lgan bo'lardi. Nimaga? Chunki siz shundoq ham 1% daromad qilganingizda ham bunaqa katta daromad olib kelyapsizmi? Siz hech qachon katta risk ochmaysiz-da, tushunyapsizmi? Depozitga nisbatan kerakli lotlarda savdo qilasiz va bu narsa sizga shundoq ham o'zi yaxshi daromad olib kelyapti. O'z navbatidan bu narsa sizni depozitingizni sliv qilib qo'yishingizni va balansingizni yo'qotib yuborishingizni oldini oladigan narsa. Mana nima demoqchiman? O'rtoqlar, bu gaplarim bilan men nima demoqchiman? Bu gaplarim bilan bizda mukammal sistema bo'lgan taqdirda ham agar biz balansimizda yetarlicha kapital, yetarlicha summa bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsa, bu kichkina balanslar, kichkina summalar обречённо поражению deydi rus tilida, ya'ni mag'lub bo'lishga mahkum qilingan depozitlar desak adashmagan bo'lamiz. Chunki ko'rib chiqdik, 1000 dollar bo'lsa ham, 2000 dollar bo'lsa ham, siz bir oyda даже 10% daromad qilgan taqdiringizda ham sizga u nafsingizni to'ydirmaydi, tushunyapsizmi? Sizni u to'ydirmaydi va buni oqibati, to'ydirmaganning oqibati siz yana katta risk qilishingiz mumkin va bozor bu живой organizm, u yerda har narsa bo'ladi, har doim ham hamma professional treyder ham hal bo'lib chiqmaydi va oxir oqibat baribir slivga olib borib qo'yadi. Vot mana nima demoqchiman, bu yerda katta balansli depozitlarni ahamiyati qanchaligini sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Do'stlar, lekin real hayotda, real mana bu kartinada 90-95% balansimiz bunaqa katta emas. 10 dollardan boshlab 100 dollar, 500 dollar, balki 1000 dollargachadir. Va buni oqibatida nima bo'ladi? Bunaqa kichkina depozitlarda 100 dollar, 50 dollar, 20 dollarda odamlar razgon qiladi-da, albatta. Kichkina balansda yugurtirishni xohlaydi, yuqori daromadlarga erishishni xohlaydi. Va men bu holatni qoralamoqchi emasman. Bu juda ham tabiiy va adekvatniy holat. Qachonki depozit kichkina bo'lganda hech qanaqa risk, hech qanaqa sistema bo'lishi prosta mumkin emas. Oxirgi paytlarda men o'zim ham juda ham ko'p ko'raman Instagram, YouTube'larda yoki mening tanishlarim tashlab qolishadi. No risk, no Ferrari deydi-da. 100 dollar yoki 200 dollar summaga juda ham katta 10 lot, 20 lotlab bitimlar ochib yuborishadi. Bilmayman qaysi brokerlar bunaqa katta leverage ochish imkoniyatini beradi. To'g'risi hayron qolaman, lekin shu omadi kelib qolganlari ham bo'ladi va balansini 10 ming dollargacha, 20 ming dollargacha razgon qilib yuborganlarni ham ko'ramiz. Lekin bu narsa juda ham ehtimoli past narsa deb o'ylayman va balki bu narsalar shunchaki propaganda, shunchaki targ'ib, ana o'sha brokerlarni o'zlari buyurtmaga qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Bu yerda har narsa bo'lishi mumkin, o'rtoqlar. Vot, endi xulosa qiladigan bo'lsak, men bugungi video orqali nima demoqchiman? Bugungi video orqali sizda sistema bo'lsa ham, strategiya yoki kuchli psixologiya bo'lgan taqdirda ham, agar sizda yetarlicha balans va kapitalizm summa bo'lmaydigan bo'lsa, siz baribir depozitni sliv qilib qo'yishingiz ehtimoli juda ham kattaligini aytib tushuntirmoqchi bo'ldim. Demak, nima qilish kerak ekan? Sistema bo'lishi kerak. Albatta, sistemasiz bo'lmaydi. Buni hamma biladi. Buni aytib o'tirishimga hojat yo'q. Stop loss tek profitlarni qo'yib ishlash kerak va riskka amal qilish kerak har doimgidek, ya'ni balansdan kelib chiqqan holatda va shunda hammasi yaxshi bo'ladi va shunda depozit uzoqroq yashaydi va sizga ham stresslardan miyingiz xoliroq, sog'ligingiz yaxshiroq bo'lishiga umid qilaman. O'rtoqlar, agar sizlarga mana shu video foydali bo'lgan bo'lsa va sizga yoqqan bo'lgan bo'lsa, like bosib keting. Agar yoqmagan bo'lsa, dislike bosib ketishingiz mumkin. O'zingizni fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha mana shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Video oxirida hammanglarga katta muvaffaqiyatlar va daromadlar tilagan holatda videoni mana shu joyda yakunlayman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.